Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlarda ham yomg'ir ko'tini uzmasdan yog'ib tashlayaptim. Ko'rib turibsizlar, 3-4 kundan shag'i yomg'irlar ezib yog'ib beryapti. Yomg'irli havoda sizlarga podvoldan bitta chiroyligina obzor qilib beraman. Jaydarcha obzor bilan bitta like bosib kanalga podpiska qilib turaverasizlar. Bo'lmasa boshlayverdim. Boshlanishiga tarsovkalardan boshlayib beraman. Rekord 210 talik tarsovkasi, hamma ustalar sevib oladigan tarsovkamiz. Diski 210 talik mayda diskli bo'ladi, o'zida lazerlar ham bo'ladi. Yonboshga 90 gradusga ham, 45 gradusga ham, mana yonboshiga yotib ham kesib beradigan tarsovkamiz. Shunday bo'lsa, yonboshlab ham kesib beradi. Narxi atiga 950 ming so'mga beramiz. Xo'p, mana bu yerda Eramaxda 255 talik tarsovkasi bor, remelli tarsovka, juda ham baquvvat, narxini ham bor. 1 million 200 ming so'mga beramiz. Buni alyuminga o'tadigan bor, 1,5 million so'm. Ikki xil variantda beramiz. 1 million 200 ga, 1 million 500 ming. Bitta bo'lsa Beauty. Sifati juda ham zo'r, 255 talik disk tushadi, ko'rib turibsizlar. 255 talik disk. To'g'ri, disklar ham komplektdan chiqadi, hammasini disklari chiqadi. Narxini atiga 1 million 50 ming so'mdan qilib beramiz. Narxini bor, shikolat qilib tashadi. Mana bitta rekordda relesli variant bor, ko'rib turibsizlar. Rekord relesli. Bemalol u yoqqa borib kelib, mana bitta 35 santigacha bo'lgan yog'ochlar bemalol kesib beradi. Xo'p, bu tarsovkamiz ham 45 gradusga, 90 gradusga, mana bu yonboshiga ham yotib kesib beradigan tarsovkalarimizdan bittasi bo'ladi. Sifati juda ham zo'r. Narxini 1 million 900 ming so'mga qilib beramiz. Narxi bor, super narxlarda bo'lib ketdi. Endi mana bu yerda rekordda 255 talik remelli varianti. Ko'pchilik mashinani so'raydi. O'rtacha varianti bo'ladi bu. Narxini ham 1 million 300 ming so'mga qilib beramiz. Ko'rib turibsizlar, 1 million 300 ming. 255 talik remelli. Xo'p, 1 million 900 ming so'm relesli katta tarsovkamiz, mana bo'lsa 950 ming so'm. Bor-ku, rekorddan 3 xil tarsovkamiz kelgan, narxlar shikolat. Xo'p, mana bu yerda Ritim tarsovkamiz bor, ko'rib turibsizlar, Ritim brendidan. Xo'p, Turetskiy brend mana, Made in Turkiya, komplektdan front disklari ham chiqadi, sifati zo'r, garantiyasi 1 yil garantiya beramiz. Narxini ham bor, $500 dan qilib beryapmiz. O'zchilik so'raganlarga mana o'zchilik brendimizdan ham tarsovkalarimiz keldi, ko'rib turibsizlar. Kimga qancha kerak bo'lsa bemalol aloqa chiqarasizlar. O'zchilik alfa model, ko'rib turibsizlar. Buni beta modeli ham bor mana, beta plus model. Bunisi bo'lsa yonboshga yotib kesib beradigani. Buni ko'proq mebel ustalar, MDF ustalar, MDF eshikchilar olib ishlatyapti. Xo'p, beta plus modelimiz kerakdan bo'lsak, original diski bilan, front diski bilan $600 qilib beramiz. Alfa modeli bo'lsa $580 qilib beramiz. Xullas, tarsovkani kutib turganlar bo'lsa, bitta like bosib, o'rtalarga jo'natib qo'yamiz, keyin akfachilar gruppasiga tashlab qo'yamiz. O'zchilik tarsovkamizni juda ham ko'pchilik so'rayotgandi. Bemalol aloqa chiqarasizlar. Alfa model $580, beta plus model $600. Ritimda alfa modeli bo'lsa $500 dan qilib beramiz. Ritim ham zo'r chiqdi, lekin yangilik. Shuning uchun ham narxi ozgina hamyonbop sotib turibmiz. Xo'p, endi mana bu yerda pilisos so'raganlarga, tarsovkalarga pilisos ulab ham ishlatsa bo'ladigan pilisoslarimiz. Rekord brendidan 30 litrli pilisosimiz, 1800 wattli motori ham bor, juda ham katta, kuchli motordan. Narxini atiga $80 dan qilib beramiz. Xo'p, Beauty'dan 3 xil Wagnerimiz bor. 16007 Wagnerimiz $350 qilib beramiz. Xuddi shuni 16005 modeli ham bor, mana shu ko'rinishda bo'ladi. Unisini narxini $250 qilib beramiz. Bitta 16A model. Hamma endi yangi ish boshlayotganlarim bemalol olib ishlasa bo'ladi. Narxi o'zi 3 million so'm edi. Eski narxi 3 million so'm edi. Yangi narxini bo'lsa, bor-ku, $200 dan qilib beramiz, bor. $200 dan bemalol aloqa chiqarasizlar. Beauty Wagner YouTube'ga ishlashlarigacha qo'yib qo'yganmiz. Sifati juda ham zo'r. Bemalol olib ishlatish mumkin. Mana bu yerda Edon brendidan argonlarimiz kelgan mana. Tik 250, tik 200, ikki xil variantda. Xo'p, bu argonlarimiz ikkitasi birda, ham svarkada, ham argonda ishlab beradi. Narxlarni chotga qilib beramiz. Mana bu yerda plazma disklar har xilidan Uragan minglik kempinglarimiz $190 dan qilib beramiz. Uragan ming kemping eng hadovoy to'poy modellar. Ko'rib turibsizlar, $190 dan bemalol aloqa chiqarasizlar, chiroyli dastlab qilib beramiz. Mana bu yerda Edonda bor-ku. 4tasi birda. Edon 4 ta funksiyali svarkamiz mana. Mik, MMA, Kut, Tik. Argon rejimi ham bor. Plasma, svarka. Xo'p, nima deydi? Kemping. Komplektdan har xil o'ziga kerak bo'lgan narsalar simi chiqadi. Xullas, hamma dejagi chiqadi. 4 xil dejagi chiqadi. Garantiyalarim bor. 1 yil garantiyasi bor.
Xo'p, garantiyasi 1 yil, narxini 350 dollardan qilib beryapmiz. Ko'rib turibsizlar, videomiz ozgina cho'zilishi mumkin. Shuning uchun ham bitta like bosib qo'yaverasizlar. Ko'pchilikka manfaatli, foydali video bo'ladigan umiddaman. Ko'rib turibsizlar, mana bitta Rolf Nemetskiy brenddan yangicha modeldagi pol avtomat kempinimiz keldi. 5 gaz ishlaydi. 350 amperda ishlaydi. Kempinimiz keladigan bo'lsa, 3 xil funksiyada ishlaydi. Kempin, argon, svarka, chorni metalldan urib beradi. Faqat argon держагini отдельно sotib olasizlar. 20 dollarga argon держагini qo'yamiz. Mana Biotidan 3 ta funksiyali pol avtomat kempinimiz 400 lik. Hamma bilgan. Narxini 100 dollarga beramiz. Bonusiga bo'lsa bitta hamilyon maska qo'shib beramiz. Rolofda ham narxini 100 dollarga beramiz. Buni ham bonusiga bitta hamilyon maska qo'shib beraveramiz. Yani ko'rib turibsizlar. 120 minglik hamilyon maskadan qo'shib beramiz. Har xil turdagi svarkalar. Xullas ko'rib turibsizlar, bundan bu yoq suv nasoslar. Suv nasos har xilidan bor. Buqa deysizlarmi, cho'chqa deysizlarmi, nasos kachet, ariq kanaldan to'tiladigan nasoslarimiz bor. Mana bu buqa nasos, cho'chqa nasoslar bor. Atiga 450 ming so'mdan qilib beramiz, ko'rib turibsizmi? 450 ming so'mga cho'chqa nasosimiz. Xo'p, kachalka nasosda 76 liklar mana ko'rib turibsizlar, 100% original, medni, Ariol brendidan. Narxi shikalat lekin bor mana. Og'zi 75 lik deb qo'ygan Ariol. O'zida kachalkalari bor. Bemalol ishlatish mumkin. Yerga kachetni qoqib 10 metr, 20 metr, 30 metr qoqib o'rnatib bemalol chiqarib ishlatish mumkin. Narxini 1 million 200 ming so'mdan qilib beramiz. Motorlari 3 kilovatli motor bo'ladi. Motori 3 kilovatli. Оборотlar juda ham kuchli. O'zi mana o'zi yozib qo'ygan. Motor 3 kilovat, 220 ishlaydi, 2860 оборот. Xullas sifati bomba bo'yotdi. Xuddi shuni alyumin variantlari ham bor. 3 kilovatli. Rubin Samara 2 xil varianti bor. Xuddi shuni alyumin varianti. Narxini 1 million so'mdan qilib beramiz. Ko'rib turibsizlar. Mana bitta eng to'piy kompressorlarimiz. Xo'p, Rubin deysizlarmi, Titan deysizlarmi, har xil variantdan bor. 50 talik kompressorlarimiz narxini 1 million 100 ming so'mdan qilib beramiz. Xuddi shuni 30 talik varianti bor. 1 million so'mdan qilib beramiz. Ko'rib turibsizlar. Mana bitta bor, yengil ishlatadigan Magnat brendidan 8 litrli kompressorimiz bor ekan. Motorlarim o'ziga yarasha kichkinagina. Bemalol buni montaj ishlariga ishlatish mumkin. Narxini bor, atiga 60 dollar qilib beramiz. 60 dollar. Mana bitta rekordni 5 shumli kompressorlardan kelgan. Mana 30 talisi bor, 50 talisi bor. Xo'p, 30 talisi narxini 100 dollardan qilib beramiz. 50 talisi narxini 110 dollardan qilib beramiz. Mana ko'rib turibsizlar. Sifati juda ham zo'r, original, garantiyali kompressorlarimiz. 100 dollarga 110 dollar. Endi mana bitta bor, eng to'piy Rolf brendidan kachelka nasosimiz. Nemetskiy brend, mana ko'rib turibsizlar, Rolf Nemetskiy texnologiya. Sifati bor, juda ham zo'r chiqqan ekan. Xo'p, xarakteriga kelgan bo'lsak, 2 kilovatli motor bilan jihozlangan, sifati juda ham zo'r. Xullas, nasosni bor, kachalka nasos eng ko'p ketayotgan mana shu bo'lib turibdi. Bu tarafda ham shu kachalka nasos, bu tarafda ham shu kachalka nasos. Bitta yig'ilgan variantini ham ko'rsataman mana. Xuddi mana shu ko'rinishda yig'ib olish mumkin. Xarakterlari ham bor. Chotki. Xo'p, 2200 vatli kalibr 50 tali mana. Ko'rsizlar, og'zi 50 tali kirchatkalari katta. Xuddi shuni ishlash videolarini qo'yib qo'yaman videoning oxirida. Video yoqsa bitta like bosib kanalga podpiska qilib kengroq tarqataverasizlar, ko'rib turibsizlar. Bu tarafda matapompa deysizlarmi? Xullas, mana bu 25 litrli dori apparatlarimiz, karchenli apparat, toza Xitoyda ishlab chiqarilgan, sifati zo'r. Xo'p, bu originali Qo'qonda yig'ilgan emas, Xitoydan pramo yig'ib kelinadi. Narxini ham bor, juda ham cho'tga qilib beramiz. Atiga 60 dollardan originali. Prostoy kerak bo'lsa 50 dollardan qilib beramiz mana. Ariol brendidan matapompamiz benzinli ishlaydi, motori ham kichkinagina, rasxoti juda ham kam. Narxini ham shikalat qilib beramiz. Atiga 70 dollarga mana shu Ariol 50 talik benzinli nasosda xarid qilishingiz mumkin. Xo'p, bu tarafda ham Bioti brendidan matapompalarimiz bor, ko'rib turibsizlar. Narxini 90 dollar qilib beramiz. Original Bioti brendidan matapompamiz. Xo'p, keyin bu matapompalarimizni eslatib o'taman. O'zida moy datchiklari bor, moy datchiklari. Moy kamesa yoki eskirsa avtomatik uzadi. Xo'p, motorni zashta qiladi. Motor kuyish yoki charchashini oldini oladi. Bunisida ham bor, bunisida ham bor. Xo'p, Alfa Grand brendidan ham matapompalarimiz bor mana. Ko'rib turibsizlar, narxi juda ham zo'r chiqqan. Atiga 80 dollardan qilib beramiz mana. Alfa Grand 80 dollar. Xo'p, eslatib o'taman, ikkalasi ham 170 motor, bunisi ham 170 motor, bunisi ham 170 motor. 80 dollarga 90 dollardan qilib beramiz.
garantiyalari ham bor. Bemalol aloqa chiqarasizlar. Ko'rib turibsizlar, jaydaricha obzor bo'ldi. Video yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, kanalga podpiska qilib, pastdagi nomerlarga aloqa chiqarasiz. Chiroq dastur qilib beramiz. Xudo xolasa, qarayotgan mana ko'rsatamiz. Suvni aylantirib boryapti.